Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men sizlar bilan 2026 yil 11 iyuldan pensionerlar uchun muhim bo'lishi mumkin bo'lgan yangi talablar, hujjatlar, qayta tekshiruvlar va amaliy tayyorgarlik haqida gaplashaman. Bu mavzu oddiy xabar emas. Chunki pensiya olayotgan har bir inson, pensiyaga chiqishga yaqinlashgan fuqarolar, ota-onasining yoki yaqinining pensiya ishlarini yuritayotgan farzandlar bu masalaga befarq bo'lmasligi kerak. Birgina hujjatdagi xato, yashash manzili bo'yicha ma'lumot yangilanmagani yoki bank kartasi bilan bog'liq muammo pensiya to'lovi kechikishiga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun hozirroq kanalga obuna bo'lib qo'ying. Videoga like bosing va bu ma'lumotni oilangizdagi pensionerlarga yetkazing. Men bugun masalani murakkab yuridik tilda emas, oddiy odam tushunadigan qilib ekspert sifatida bosqichma-bosqich tushuntiraman. Avval qanday edi? Endi nimalarga e'tibor kuchaymoqda? Kimlar xavotir olishi kerak? Kimlar xotirjam bo'lishi mumkin? Qanday hujjatlarni oldindan tayyorlab qo'yish kerak? Avval ko'p pensionerlar pensiya tayinlangandan keyin hammasi avtomatik davom etadi. Endi hech narsaga aralashish shart emas deb o'ylardi. Haqiqatan ham ko'p hollarda pensiya har oy belgilangan tartibda bank kartasiga yoki naqd shaklida yetkazib berilgan. Fuqaro bir marta hujjat topshirgan, mehnat staji, ish haqi, yosh, nogironlik yoki boshqa asoslar tekshirilgan. Shundan keyin to'lov yo'lga qo'yilgan. Lekin amaliyotda ko'p muammolar aynan pensiya tayinlangandan keyin paydo bo'ladi. Masalan, pensioner yashash manzilini o'zgartiradi, lekin bu haqda tegishli idoraga xabar bermaydi. Yoki bank kartasining muddati tugaydi, lekin yangi karta haqidagi ma'lumot tizimga vaqtida ulanmaydi. Yana bir holat, pensioner xorijga uzoq muddatga chiqib ketadi, ammo uning O'zbekistondagi pensiya huquqi yashash holati. Bank orqali mablag'ni olish tartibi bo'yicha savollar paydo bo'ladi. Ba'zi fuqarolarda esa mehnat daftarchasidagi yozuvlar, arxiv ma'lumotlari yoki eski korxonalardan olingan ma'lumotnomalar bo'yicha aniqlik talab qilinadi. 2026 yil 11 iyuldan keyingi davr uchun eng asosiy masala shuki, pensionerlarning ma'lumotlari yanada aniq, yangilangan va tasdiqlangan bo'lishi talab etiladi. Men bu yerda vahima qilish kerak demayman. Lekin tayyorgarlik ko'rish kerak. Chunki davlat tizimlari raqamlashtirilgani sari noto'g'ri yoki eski ma'lumotlar ko'proq ko'rinib qoladi. Oldin qog'oz papkada yotgan kichik xato ko'zga tashlanmagan bo'lishi mumkin. Endi esa elektron bazalarda ism, familiya, tug'ilgan sana, pasport yoki ID karta raqami, yashash manzili, bank hisob raqami bir-biriga mos kelishi kerak. Asl o'zgarish shundan iboratki, pensionerning pensiya olish huquqi faqat bir marta hujjat topshirish bilan emas, balki keyingi davrda ham ma'lumotlarning to'g'riligi orqali tasdiqlanib boradi. Bu ayniqsa uch toifadagi odamlar uchun muhim. Hujjatlarida farq bor pensionerlar, yashash joyini o'zgartirganlar va pensiyasini boshqa odam orqali olayotganlar. Endi men kimlar albatta e'tibor berishi kerakligini batafsil tushuntiraman. Birinchi navbatda pasport yoki ID karta ma'lumotlari eski hujjatlar bilan mos kelmaydigan pensionerlar ehtiyot bo'lishi kerak. Masalan, eski mehnat daftarchasida ism Muhabbat deb yozilgan. Hozirgi ID kartada esa Muhabbatxon deb turibdi. Yoki familiya nikohdan oldingi familiya bilan mehnat daftarchasida qolib ketgan. Hozirgi hujjatda esa boshqa familiya. Bu mayda ko'rinishi mumkin, lekin pensiya ishida bunday farqlar savol tug'diradi. Chunki tizim uchun Karimova Dilbar va Tursunova Dilbar ikki xil shaxsdek ko'rinishi mumkin. Ikkinchi guruh mehnat staji eski korxonalarda ishlagan davrlar hisobidan shakllangan pensionerlar. Masalan, bir inson 1975 yildan 1998 yilgacha paxta tozalash zavodida ishlagan, keyin zavod yopilgan, arxiv hujjatlari boshqa tumanga topshirilgan. Pensiya tayinlangan paytda bu davr hisobga olingan bo'lishi mumkin. Lekin keyin elektron tekshiruvda arxiv ma'lumotlari yetarli ko'rinmasa, qo'shimcha tasdiq so'ralishi ehtimoli bor. Ayniqsa mehnat daftarchasidagi muhr o'qilmay qolgan, lavozim yozuvi noaniq, ishga qabul qilish va ishdan bo'shash sanalari orasida bo'shliq bor holatlar diqqat talab qiladi. Uchinchi guruh nogironlik pensiyasi yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotganlar. Bu yerda talablar oddiy yoshga doir pensiyadan ko'ra ko'proq tekshiruvga bog'liq bo'lishi mumkin. Masalan, nogironlik guruhi muddatsiz belgilanmagan bo'lsa, tibbiy ko'rik muddatlari, komissiya xulosalari, qayta tasdiqlash sanalari juda muhim. Bir fuqaro ikkinchi guruh nogironlik pensiyasini olayotgan bo'lsa,
uning tibbiy hujjatidagi muddat 2026 yilining avgustgacha bo'lsa, u 11 iyuldan keyin hali vaqt bor deb yurmasligi kerak. Chunki ko'rikka yozilish, hujjat yig'ish, poliklinika yo'llanmasini olish, komissiya kunini kutish bir necha hafta vaqt olishi mumkin. 4-guruh pensiyasini ishonchnoma orqali olayotganlar. Amaliyotda farzandlar ota-onasining pensiyasini bank kartadan olib beradi yoki qari pensioner o'zi bora olmagani uchun boshqa odam vakil bo'ladi. Bu qonuniy bo'lishi mumkin. Lekin hujjat to'g'ri rasmiylashtirilgan bo'lishi kerak. Ishonchnoma muddati tugagan bo'lsa, pensionerning roziligi aniq ko'rsatilmagan bo'lsa yoki bankdagi imzo namunasi bilan hujjatlar mos kelmasa, to'lovda to'xtalish bo'lishi mumkin. Men bunday holatda farzandlarga alohida aytaman. Onamning kartasi menda, har oy olib beraman degan gap yetarli emas. Huquqiy tomondan hammasi toza bo'lishi kerak. 5-guruh. Chet elga uzoq muddatga ketgan yoki tez-tez qatnov qiladigan pensionerlar. Masalan, bir pensioner Rossiyadagi farzandi yo'lga 6 oyga boradi, yana qaytib keladi yoki Turkiyada davolanadi. Bu holatda uning yashash maqomi, bank kartasidan foydalanish, O'zbekistondagi ro'yxat manzili, tiriklik holatini tasdiqlash kabi masalalar paydo bo'lishi mumkin. Bunda har bir vaziyat alohida baholanadi. Shuning uchun chet elga chiqishdan oldin pensiya jamg'armasi bo'limi yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali o'z holatini aniqlashtirib olish kerak. Endi raqamli misol keltiraman. Tasavvur qiling. Olutakin yoshli pensioner har oy 20 million ming so'm pensiya oladi. Uning bank kartasi muddati 2026 yil iyun oyida tugaydi. U esa baribir hisob raqamim bor-ku deb yangi karta ochishni kechiktiradi. 11 iyuldan keyin tizimda karta faol emasligi ko'rsinsa, to'lov bankdan qaytishi yoki vaqtincha ushlanib qolishi mumkin. Natijada pensioner doriga, kommunal to'lovga yoki oziq-ovqatga mo'ljallagan pulini vaqtida ola olmaydi. Muammo katta emasdek tuyuladi, lekin pensioner uchun bir haftalik kechikish ham jiddiy ta'sir qiladi. Yana bir misol. 13 yoshli ayol pensiya oladi. Lekin mehnat daftarchasida 1902 yildagi ish joyi 300 sonli tikuv fabrikasi deb yozilgan. Arxida esa korxona nomi viloyat tikuv ishlab chiqarish birlashmasi bo'lib saqlangan. Agar hujjatlarda bog'lanish aniqlanmasa, ushbu davr bo'yicha qo'shimcha arxiv ma'lumotnomasi so'ralishi mumkin. Shuning uchun eski ish joylari bo'yicha hujjatlar saqlangan bo'lsa, ularni oldindan tartibga solish foydali. Kimlar unchalik xavotir olmasligi mumkin. Agar sizning ID kartangiz yoki pasportingiz amalda bo'lsa, yashash manzilingiz to'g'ri bo'lsa, pensiya bank kartangiz faol bo'lsa, hujjatlaringizda ism familiya farqi bo'lmasa, nogironlik yoki boshqa muddatli asoslaringiz bo'lmasa, odatda katta muammo bo'lmaydi. Lekin men baribir yiliga hech bo'lmaganda bir marta pensiya ma'lumotlarini tekshirib turishni tavsiya qilaman. Chunki muammo paydo bo'lgandan keyin yugurishdan ko'ra oldindan tekshirish ancha oson. Endi istisnolar, tuzoqlar va ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat. Menga hech kim xabar bermadi degan gap har doim ham yordam bermaydi. Hozir davlat xizmatlari, SMS xabarnomalar, elektron kabinetlar, bank ilovalari orqali ko'p ma'lumot beriladi. Lekin telefon raqamingiz boshqa odam nomida bo'lsa, eski raqamga ulangan bo'lsa yoki umuman SMS o'qilmasa, muhim xabarni o'tkazib yuborishingiz mumkin. Shuning uchun pensionerning telefon raqami o'ziga yoki ishonchli yaqiniga bog'langan bo'lishi kerak. Ikkinchi nozik jihat, yashash joyi bo'yicha ro'yxat. Ko'p odamlar men shu yerda yashayman, hamma biladi deb o'ylaydi. Lekin tizim hamma biladi degan ma'lumot bilan ishlamaydi. Tizimda qaysi manzil ko'rsatilgan bo'lsa, rasmiy manzil shu. Agar siz Toshkentda farzandingiz bilan yashayotgan bo'lsangiz, lekin ro'yxatingiz Qashqadaryoda qolgan bo'lsa, ayrim xabarnomalar, tekshiruvlar yoki murojaatlar eski hudud orqali yurishi mumkin. Bu esa vaqt yo'qotishga olib keladi. Uchinchi nozik jihat, qo'shimcha daromad va ishlash holati. Yoshga doir pensiya olayotgan ko'plab fuqarolar ishlashi mumkin. Lekin ayrim turdagi pensiyalar va nafaqalar bo'yicha daromad, ishga joylashish, o'qish qaramog'ida bo'lish kabi holatlar ta'sir qilishi mumkin. Masalan, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan talaba kunduzgi ta'limda o'qishi bilan bog'liq huquqqa ega bo'lsa, uning o'qishni davom ettirayotgani tasdiqlanishi kerak bo'lishi mumkin. Agar talaba o'qishni tashlab ketgan bo'lsa, lekin bu ma'lumot vaqtida berilmasa, keyin ortiqcha to'langan pulni qaytarish masalasi chiqishi mumkin. 4-nozik jihat, ortiqcha to'lov.
Bu juda og'ir mavzu. Ba'zan pensioner aybdor bo'lmasa ham ma'lumot kech yangilangani sababli bir necha oy davomida ortiqcha to'lov amalga oshadi. Keyin idora sizga falon miqdor ortiqcha to'langan deb qaytarishni talab qilishi mumkin. Masalan, oyga 800 ming so'm miqdorida o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan shaxs o'qish huquqini yo'qotgan bo'lsa, 6 oy ichida 2 million 800 ming so'm ortiqcha to'lov yig'ilib qolishi mumkin. Bu pulni birdan qaytarish oila uchun qiyin bo'ladi. Shuning uchun har qanday o'zgarishni, ya'ni ishga kirish, o'qishni tugatish, yashash joyini o'zgartirish, chet elga uzoq muddat ketish, nikoh, familiya o'zgarishi kabi holatlarni vaqtida xabar qilish kerak. 5-chi nozik jihat, bank kartasi pensionerning o'zida bo'lishi kerak. Amalda ko'p hollarda karta farzandlarda bo'ladi. Agar farzand halol bo'lsa, pulni ota-onasiga olib bersa, bu oilaviy jihatdan tushunarli. Lekin huquqiy va xavfsizlik tomonidan karta, PIN kod, SMS xabarnoma pensionerning nazoratida bo'lishi kerak. Chunki keyin pul yechilgan. Lekin menga berilmadi degan nizolar chiqadi. Men ko'p oilalarda shuni ko'rganman. Aka-uka o'rtasida kelishmovchilik bo'ladi. Biri onasining pensiyasini oladi, boshqalari esa shubha qiladi. Bunday vaziyatda eng to'g'ri yo'l, agar pensioner o'zi bora olmasa, rasmiy ishonchnoma yoki bank orqali qonuniy vakillikni tartibga solishdir. 6-chi nozik jihat, hujjat nusxasi yetarli bo'lmasligi mumkin. Odamlar ko'pincha telefonda rasmga olib qo'ygan hujjatni ko'rsatadi. Lekin ayrim idoralarda asl hujjat yoki notarial tasdiqlangan nusxa talab qilinishi mumkin. Ayniqsa tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgarishi, arxiv ma'lumotnomasi, sud qarori kabi hujjatlarda asl manba muhim. Shuning uchun faqat suratga ishonib qolmang. 7-chi nozik jihat, rasmiy manba bilan mish-mishni ajratish. Telegram guruhlarda, mahalla suhbatlarida, bozordagi gaplarda hammaning pensiyasi to'xtaydi. Qayta ro'yxatdan o'tmagan odam pul olmaydi. Hamma qaytadan hujjat topshiradi. Kabi vahimali gaplar yurishi mumkin. Men bunday gaplarga ishonmaslikni maslahat beraman. Har bir talabning rasmiy asosi bo'lishi kerak. Siz pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga, davlat xizmatlari markaziga, yagona interaktiv davlat xizmatlari portaliga yoki rasmiy telefon liniyalariga murojaat qilib aniqlashtiring. Vahima bilan yugurib, keraksiz odamga pul berib hujjatingizni qilib beraman degan vositachilarga aldanmang. Endi eng muhim qism nima qilish kerak? Men sizga aniq tartibni aytaman. Birinchi qadam, shaxsiy hujjatlarni tekshiring. ID karta yoki pasport amaldan muddati tugamaganmi, ism, familiya, otasining ismi to'g'ri yozilganmi? Tug'ilgan sana barcha hujjatlarda bir xilmi? Agar eski hujjatlarda o va harflari, apostrof, lotin va kiril yozuvi sabab farqlar bo'lsa, buni ham e'tiborsiz qoldirmang. Zarur bo'lsa, FHDVO bo'limi yoki migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limidan maslahat oling. Ikkinchi qadam, pensiya hujjatlaringizni bitta papkaga joylang. Men tavsiya qiladigan asosiy hujjatlar ID karta yoki pasport nusxasi. Pensiya guvohnomasi bo'lsa, uning nusxasi, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi haqidagi eski ma'lumotnomalar, nikoh yoki ajrim guvohnomasi, familiya o'zgarishini tasdiqlovchi hujjat. Nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa, bank kartasi va hisob raqami ma'lumotlari. Hamma hujjatni aralashtirib sumkada olib yurish shart emas, lekin uyda tartibli papka bo'lishi kerak. Farzandlar ham qaysi hujjat qayerda turganini bilsin. 3-chi qadam, bank kartangizni tekshiring. Kartaning amal qilish muddati qachongacha? SMS xabarnoma qaysi telefon raqamiga ulangan? Karta bloklanmaganmi? Hisob raqami faolmi? Agar karta muddati 2026-yil yoz oylariga yaqin tugasa, oxirgi haftagacha kutmang. Bank oldindan boring. Odatda yangi karta chiqarish bir necha kun olishi mumkin. Pensioneri banka bora olmasa, bankning amaldagi tartibi bo'yicha vakillik yoki ishonchnoma masalasini aniqlashtiring. 4-chi qadam, yashash manzilingizni tekshiring. Rasmiy ro'yxat qayerda, real yashash joyingiz qayerda, mahalla ma'lumotlari to'g'rimi? Agar siz boshqa tumanga ko'chgan bo'lsangiz, pensiya to'lovlari va murojaatlar qaysi hudud orqali yurishini aniqlang. Buni davlat xizmatlari markazidan yoki tegishli pensiya bo'limidan so'rash mumkin. Ko'chib yurgan, ijara uyda yashayotgan yoki farzandlari uyda navbat bilan turadigan pensionerlar bu masalaga ayniqsa e'tibor bersin. 5-chi qadam, agar nogironlik pensiyasi yoki muddatli nafaqa bo'lsa, muddatlarni kalendarga yozib qo'ying. Tibbiy komissiya sanasi, qayta ko'rik muddati,
shifokor ko'rigiga borish kunlari, kerakli tahlillar, ambulator karta, shifoxona ko'chirmalari tayyor bo'lsin. Ko'pchilik xato qiladi. Muddati tugashiga 3 kun qolganda yugurishni boshlaydi. Natijada navbat bor, shifokor yo'q, tahlil tayyor emas, komissiya kuni o'tib ketgan bo'ladi. Shuning uchun kamida 1 oy oldin harakat boshlash kerak. 6-qadam. Elektron xizmatlardan foydalanishni o'rganing yoki ishonchli yaqinlaringizdan yordam oling. Yagona portal, bank ilovasi, SMS xabarnoma, MyBotgov o'z kabi xizmatlar orqali ko'p ma'lumotni tekshirish mumkin. Lekin parol va kodlarni begona odamlarga bermang. Agar mahalladagi men bilib beraman degan notanish odam sizdan SMS kod so'rasa, bu xavfli. SMS kod imzo o'rnida ishlatilishi mumkin. Kodni berganingizdan keyin sizning nomingizdan ariza yuborilishi yoki bank amaliyoti amalga oshirilishi ehtimoli bor. 7-qadam, barcha o'zgarishlarni yozma yoki rasmiy shaklda xabar qiling. Masalan, siz familiyangizni o'zgartirdingiz, yashash joyingizni almashtirdingiz, chet elga uzoq muddatga ketmoqchisiz, o'qish holatingiz o'zgardi, bank hisobingiz almashdi. Bunday holatda faqat og'zaki aytib qo'yish yetarli bo'lmasligi mumkin. Ariza yozing, qabul qilinganini tasdiqlovchi raqam yoki kvitansiyani oling, elektron murojaat yuborsangiz, murojaat raqamini saqlang. Keyin nizo bo'lsa, men xabar berganman degan gap hujjat bilan tasdiqlanadi. 8-qadam, agar hujjatlaringizda xato topsangiz, uni yashirmang. Masalan, tug'ilgan sana bir hujjatda 12 may, boshqasida 21 may bo'lib qolgan. Yoki otasining ismi bir joyda Abdullayevich, boshqa joyda Abdullayevich yozilgan. Bu xatoni mayli o'tib ketar deb qoldirish kelajakda muammo qiladi. To'g'rilash tartibi bor. Ayrim holatda FHDG orqali, ayrim holatda arxiv orqali, ayrim holatda sud tartibida hal qilinadi. Muhimi muammo yuzaga kelganda emas, oldindan aniqlab bosqichma-bosqich tuzatish. 9-qadam, ortiqcha to'lov xavfini oldini oling. Agar pensiya yoki nafaqa olish huquqingizga ta'sir qiladigan holat yuz bersa, darhol xabar bering. Masalan, boquvchini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan farzand o'qishni to'xtatsa, bu ma'lumot yashirilmasligi kerak. Nogironlik guruhi o'zgarsa, yangi xulosa taqdim etilishi kerak. Pensioni vafot etgan holatda yaqinlari pensiya kartasidan pul yechishni davom ettirmasligi kerak. Bu juda jiddiy masala, keyinchalik qaytarish, jarima yoki boshqa huquqiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. 10-qadam, maslahatni faqat rasmiy joydan oling. Pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limi davlat xizmatlari markazi. Rasmiy veb-saytlar va ishonch telefonlari eng to'g'ri manba hisoblanadi. Agar sizga pul bersangiz, pensiyangizni oshirib beraman, staj qo'shib beraman, tekshiruvdan o'tkazmayman degan taklif bo'lsa, ehtiyot bo'ling. Pensiya masalasi hujjat bilan hal bo'ladi. Tanish bilish yoki yashirin to'lov bilan emas. Qonuniy yo'l sekinroq tuyulishi mumkin, lekin eng xavfsiz yo'l shu. Men pensionerlarga va ularning farzandlariga yana bir amaliy maslahat beraman. Oilada bitta mas'ul odam bo'lsin. U hujjatlarni kuzatadi, bank kartasi muddatini tekshiradi, tibbiy ko'rik sanasini eslatadi, rasmiy xabarnomalarni o'qiydi. Bu ayniqsa yoshi katta, ko'zi yaxshi ko'rmaydigan, telefon ishlatmaydigan yoki yolg'iz yashaydigan pensionerlar uchun muhim. Pensiya bu oddiy pul emas, ko'p insonlar uchun asosiy yashash manbai. Shuning uchun uni vaqtida olish uchun hujjat tartibi ham, bank tartibi ham, rasmiy ma'lumotlar ham joyida bo'lishi kerak. Xulosa qilib aytaman. 2026 yil 11 iyuldan keyingi davrda pensionerlar uchun eng muhim talablar hujjatlarning to'g'riligi, ma'lumotlarning yangiligi, bank hisobining faol bo'lishi, yashash manzilining rasmiyligi va pensiya huquqiga ta'sir qiladigan o'zgarishlarni vaqtida xabar qilish bilan bog'liq. Bu hammani qo'rqitish uchun emas, balki har bir pensioner pensiyasini kechiktirmasdan, muammosiz olishi uchun kerak. Buguni hujjatlaringizni tekshiring, bank kartangiz muddatini ko'ring, telefon raqamingiz to'g'ri ulanganini aniqlang. Agar nogironlik yoki boshqa muddatli asos bo'lsa, qayta ko'rik sanasini yozib qo'ying. Farzandlar esa ota-onasining pensiya hujjatlariga befarq bo'lmasin. 1 soatlik tekshiruv keyinchalik 1 oylik yugur-yugurni oldini oladi. Sizningcha pensionerlar uchun bunday tekshiruvlar tartibni kuchaytiradimi yoki oddiy odamlar uchun qiyinchilik tug'diradimi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni albatta yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu mavzu har bir oilaga tegishli.